Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzumiz har bir insonni yoshi va maqomidan qat'iy nazar bezovta qilishi mumkin bo'lgan o'ta muhim masalaga bag'ishlangan. Politsiya xodimlari sizning eshigingizni taqillatib, hatto buzib kirishga uringanda nima qilish kerak? O'zingizni qanday himoya qilasiz? Bu nafaqat sizning mol-mulkingiz, balki shaxsiy daxlsizligingiz va qadr-qimmatingizga daxl qiluvchi holatdir. Shuning uchun bu ma'lumot har bir fuqaro uchun havo va suvdek zarurdir. Bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugun men sizga o'z huquqlaringizni himoya qilishning aniq va amaliy yo'llarini aytib beraman. Va darhol bir iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu bizning muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling avvalo bu muammo qanday paydo bo'lganini va uning mohiyati nimada ekanligini tushunib olsak. Ilgari, hatto yaqin o'tmishda ham politsiya xodimlari fuqaroning xususiy mulkiga, ya'ni uyiga kirish uchun odatda prokuror sanksiyasi yoki sud qarori asosidagi tintuv orderiga ega bo'lishlari shart edi. Bu qonun bilan mustahkamlangan fuqaroning uy-joy daxlsizligi kafolatini ta'minlovchi fundamental tamoyil edi. Bizning konstitutsiyamiz ham, jinoyat protsessual kodeksimiz ham bu qoidani qat'iy belgilab qo'ygan. Oddiy holatlarda orderlarsiz faqat fuqaroning o'z roziligi bilangina kirish mumkin edi. Bu huquqiy tartib aholining o'z uyida xotirjam yashashiga imkon berardi va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'zboshimchalik harakatlaridan himoyalanishga xizmat qilardi. Biroq so'nggi yillarda mamlakatimizda va butun dunyoda yuz berayotgan voqealar, xususan terrorizmga qarshi kurashning kuchayishi, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga qarshi tizimli choralar ko'rish zaruriyati tufayli qonunchilikka ba'zi o'zgarishlar kiritildi. Bu o'zgarishlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarning, jumladan politsiyaning faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlarida aks etdi. Asosan ayrim favqulodda vaziyatlarda yoki jinoyatga oid kechiktirib bo'lmas holatlarda sud ruxsatisiz ham fuqaroning turar joyga kirishga ruxsat beruvchi me'yorlar paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlar bir tomondan tezkorlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi samarali kurashishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolarda o'z huquqlari buzilishi mumkinligi haqida xavotirlarni kuchaytirdi. Aynan shu xavotirlarni bartaraf etish va sizni himoya qilish uchun bugungi videoni tayyorladik. Unutmang, bu o'zgarishlar politsiyaga har qanday holatda ham sizning uyingizga kirishga cheksiz vakolat bermaydi. Ular hali ham aniq qonuniy asoslarga va protsessual qoidalarga rioya qilishlari shart. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Keling, eng muhim savolga javob beraylik. Qachon politsiya xodimlari sizning uyingizga kirishga haqli va qachon emas? Bu juda muhim tafsilot bo'lib, ko'pchilik aynan shu yerda chalkashadi. Birinchidan, kimlar xavotir olishi kerak? Asr qidiruvdagi shaxslar yoki gumonlanuvchilar. Agar sizga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, siz qidiruvda bo'lsangiz yoki og'ir jinoyat sodir etishda gumonlanayotgan bo'lsangiz va politsiya sizning aynan shu manzilda ekanligingiz haqida asosli ma'lumotga ega bo'lsa, ular qonuniy tartibda sizning uyingizga kirishi mumkin. Masalan, 2023 yilda Samarqand viloyatida yirik o'g'irlikda gumonlangan shaxsning yashirinish joyi haqida tezkor ma'lumot olinganida, tezkor xodimlar prokuror ruxsati bilan u yerga kirib jinoyatchini ushlashgan ba'zi hollarda. Agar jinoyatchi joyda jinoiy harakatni davom ettirayotgan bo'lsa yoki hayoti xavf ostida bo'lsa, order kutilmasdan ham kirishga ruxsat beriladi. Yoki asosli jinoyat izlari yoki dalillar mavjud bo'lganda. Agar sizning uyingizda jinoyat sodir etilganligi, masalan qonunbuzarlik izlari, qurbonlar yoki jinoiy faoliyatga oid ashyoviy dalillar mavjudligi haqida asosli gumonlar bo'lsa, politsiya xodimlari ushbu dalillarni yo'q qilishning oldini olish maqsadida tezkor choralar ko'rishi mumkin. Misol uchun, Toshkentda uy ichida marixuana yetishtirishga ixtisoslashgan yashirin laboratoriya aniqlanganida, tergovchilarda sud ruxsati bo'lmagan taqdirda ham agar dalillarni yo'q qilish xavfi mavjud bo'lsa, tezkor xodimlar dastlabki kirishni amalga oshirishi va keyin prokurorni xabardor qilishi mumkin. Keyinchalik, albatta, bu harakatlar qonuniy asosga keltiriladi. Hayot va salomatlikka tahdid soluvchi favqulodda holatlar. Eng asosiy va eng ko'p uchraydigan holatlardan biri bu favqulodda holatlar. Agar uy ichida kimningdir hayoti yoki sog'lig'iga jiddiy xavf tug'ilgan bo'lsa, masalan, kuchli janjal, zo'rlik, suiqasd, yong'in
gaz sizishi yoki boshqa tabiiy ofat yuz bergan bo'lsa, politsiya xodimlari va boshqa favqulodda xizmatlar, qutqaruvchilar, tez yordam fuqarolarning hayotini saqlab qolish uchun darhol kirishga haqlidir. Taxminan 2022 yilda yuz bergan shunday holatlardan biri Xorazm viloyatida bir ayolning qo'shnilari telefon orqali doimiy ravishda uning uyidan janjal va yordam so'rab baqirish ovozlarini eshitishgan. Qo'shnilar politsiyaga murojaat qilishgan. Politsiya yetib kelganida eshikni hech kim ochmagan, ammo ichkaridan bo'g'iq tovushlar kelgan. Bunday holatda politsiya jabrlanuvchining hayotiga xavf tug'ilganligi sababli eshikni buzib kirishga majbur bo'lgan. Ichkarida ayol kishiga zo'ravonlik qilinayotgani aniqlangan. Ushbu harakatlar albatta Jinoyat protsessual kodeksining tegishli moddalari bilan tartibga solinadi. Ular hayotni saqlab qolish zaruriyatini birinchi o'ringa qo'yadi. Endi esa kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz qonunlarga rioya qiluvchi fuqaro bo'lsangiz, jinoyatlarga aloqador bo'lmasangiz va sizning uyingizda yuqorida sanab o'tilgan favqulodda holatlar yuz bermasa, sizning uyingizga politsiya xodimlarining ruxsatsiz kirishi qonunga xilof hisoblanadi. Oddiy ma'muriy huquqbuzarliklar, masalan, tungi tinchlikni buzish, qo'shnilarning shikoyati asosida baland ovozda musiqa tinglash kabi holatlar. Politsiyaga sizning uyingizga ruxsatsiz kirish huquqini bermaydi. Ular sizni eshik oldida ogohlantirishi, ma'muriy bayonnoma tuzishi yoki sudga murojaat qilish uchun materiallar to'plashi mumkin. Ammo eshikni buzib kirishga yoki sizning roziligingiz ichkariga kirishga haqli emas. Misol uchun, agar siz tungi soat 23:10 da baland ovozda musiqa tinglasangiz va qo'shnilar shikoyat qilsa, politsiya kelishi mumkin. Ular eshikni taqillatib, musiqa ovozini pasaytirishni talab qilishadi. Agar siz eshikni ochmasangiz ham, ular eshikni buzib kirishga haqli emaslar. Chunki bu ma'muriy huquqbuzarlik, og'ir jinoyat emas va hayotga xavf yo'q. Faqat keyinroq qonuniy tartibda sizga nisbatan ma'muriy chora ko'rishlari mumkin. Shuning uchun qonun doirasida yashaydigan tinch fuqarolar haddan tashqari xavotirga tushishlari shart emas. Asosiy qism 2 qoidadan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar, huquqiy masalalar har doim ham shaffof va bir xil bo'lavermaydi. Politsiyaning uyga kirish huquqini tartibga soluvchi qoidalarda ham bir qator istisnolar, yashirin tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish o'z huquqlaringizni himoya qilishda juda muhimdir. Bilyas rozilikning o'zi nima? Politsiya xodimlari ko'pincha fuqarolardan uyga kirishga ruxsat berasizmi deb so'rashadi. Ko'pchilik odamlar bilmasdan ruxsat berib yuborishadi. Ammo rozilik nima ekanligini to'g'ri tushunish kerak. Rozilik bu sizning o'ngla ixtiyoriy ravishda berilgan ruxsatingizdir. Agar sizga bosim o'tkazilsa, tahdid qilinsa yoki siz sharoitni to'liq tushunmasdan ha desangiz, bu haqiqiy rozilik hisoblanmasligi mumkin. Bundan tashqari, og'zaki rozilikdan keyin ham siz xohlagan vaqtda uni bekor qilishga haqlisiz. Faqat bu haqda aniq va ravshan aytishingiz kerak. Politsiya ba'zan ichkariga kirib gaplashamiz deb aytishi mumkin. Bu ham noaniq vaziyat. Siz eshik oldidan gaplashishni taklif qilishingiz mumkin. Rozilik berishdan oldin ularning maqsadi nima ekanligini, qaysi modda asosida kelganini aniq so'rang. 2. Kechiktirib bo'lmas holatlar tushunchasining kengayishi. Yuqorida aytilgan kechiktirib bo'lmas holatlar tushunchasi ba'zan keng talqin qilinishi mumkin. Masalan, jinoyat izlarini yo'q qilish xavf degan ibora doim ham aniq belgilangan mezonlarga ega emas. Politsiya xodimlari bu tushunchani, agar ular shaxsiy fikrlariga ko'ra dalillar yo'q qilinishi mumkinligiga ishonsalar, qo'llashga urinishlari mumkin. Ammo fuqaro sifatida siz bu xavfning qanday asoslarga ega ekanligini so'rashga haqlisiz. Bu xavf haqiqiy, obyektiv bo'lishi va oddiy gumonlarga asoslanmasligi kerak. O'z vakolatini oshirib yuborish, previshение полномочий. Ba'zi hollarda politsiya xodimlari o'z vakolatlarini oshirib yuborishi, ya'ni qonun bilan belgilangan chegaralardan chiqib ketishi mumkin. Masalan, ma'muriy huquqbuzarlik, qo'shnilarning shikoyati, baland musiqa bahonasida. Garchi bu jinoyat deb hisoblanmasa ham, uyga kirishga harakat qilishlari mumkin. Yoki sizni qo'rqitish, bosim o'tkazish orqali kirishga majburlashlari mumkin. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun har bir harakatning qonuniy asosini bilish va talab qilish juda muhimdir. Agar ular eshikni buzib kirishga harakat qilsalar va bunga qonuniy asos bo'lmasa, bu ularning vakolatini oshirib yuborish hisoblanadi. 4. Gumon asosida harakat qilish. Politsiya xodimlari ba'zan bizda sizga nisbatan gumon bor degan so'zlar bilan kirishga urinishi mumkin.
faqatgina gumonning o'z uyiga kirish uchun yetarli asos bo'lmasligi kerak. Jinoyat protsessual kodeks jinoyat sodir etishda gumon bilinayotgan shaxsni ushlab turish uchun asoslarni aniq belgilaydi. Uyga kirish uchun esa asosli gumon emas, balki aniq dalillar va ma'lumotlar talab qilinadi. 5. Ashq guvohlar, xolislar ishtirokchisi harakatlar. O'zbekiston qonunchiligida tinturuv ko'zdan kechirish, ashyoviy dalillarni olish kabi protsessual harakatlar albatta kamida 2 nafar xolis guvoh ishtirokida o'tkazilishi shart. Agar politsiya xodimlari sizning uyingizga kirib tinturuv o'tkazishni boshlasalar, ammo xolislar chaqirmasalar yoki sizdan ularni chaqirishni talab qilishsa, bu jiddiy qonun buzilishi hisoblanadi. Bu holatda o'tkazilgan tinturuv natijalari qonuniy kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Siz bu haqda darhol eslatishingiz va xolislar chaqirilishini talab qilishingiz kerak. Agar ular buni rad etsa, bu hammasini yozib olishga arziydigan holatdir. 6. Qo'ng'iroq yoki anonim xabar asosida kirish. Ba'zan politsiya sizning uyingizda falon narsa borligi haqida anonim qo'ng'iroq bo'ldi deb kirishga urinishi mumkin. Anonim xabar yoki oddiy telefon qo'ng'irog'i, agar u boshqa ishonchli dalillar bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, uyga kirish uchun yetarli asos bo'lmaydi. Ular avval bu xabarni tekshirishlari, dalil to'plashlari, keyin qonuniy tartibda kirishga ruxsat olishlari kerak. 7. Asterisk texnik vositalardan foydalanish. Siz politsiya xodimlarining harakatlarini videoga yoki audio yozuvga olishga haqlisiz, agar bu ularning ishiga to'sqinlik qilmasa. Ko'pincha politsiya bunga qarshilik ko'rsatadi. Ammo sizning huquqlaringiz va ularning harakatlari ustidan nazoratni ta'minlash uchun bu juda muhimdir. Ularni yozib olish sizni keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolardan himoya qiladi. Bu nuanslarni bilish sizga huquqiy jihatdan ustunlik beradi va o'zingizni asossiz aralashuvlardan himoya qilishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq qadamlar. Aziz do'stlar, eng muhim qismga keldik. Yuqoridagi bilimlardan kelib chiqib, bunday vaziyatda qanday aniq harakatlar qilishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Bu harakatlar tartibi sizni xavfsiz va huquqiy jihatdan himoyalangan holda ushlab turishga yordam beradi. 1. Vaziyatni baholang va xotirjamlikni saqlang. Eng birinchi va eng muhim qadam bu vahimaga tushmaslik. Qanchalik xotirjam bo'lsangiz, shunchalik aniq fikrlaysiz va to'g'ri qarorlar qabul qilasiz. Chuqur nafas oling. O'zingizga men o'z huquqlarimni bilaman va ularni himoya qila olaman deb ayting. 2. Darhol eshikni ochmang. Kim kelganini bilmasdan eshikni zudlik bilan ochmang. Bu sizning mutlaq huquqingiz. Astirish kimligini va maqsadini so'rang. Eshikni ochmasdan turib, ko'z teshigi, glazok orqali yoki shunchaki eshik orqasidan baland ovozda so'rang. Kim bu? Nima maqsadda keldingiz? O'zingizni tanishtiring va xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Ular eshik orqasidan ko'rsatishi mumkin bo'lgan guvohnomani diqqat bilan ko'zdan kechiring. Xodimning lavozimini, familiyasini, ismini va bo'linmasini eslab qo'ling yoki yozib oling. Agar imkon bo'lsa, telefoningizda guvohnomaning fotosuratini oling. Ba'zilar politsiya kelyapti deb yolg'on gapirishi mumkin. Shuning uchun shaxsni tasdiqlash muhim. Ular kelishining sababini so'rang va buyruq order talab qiling. Ular nima sababdan kelganini aniq so'rang. Sizda tinturuv orderi yoki hibsga olish qarori bormi deb so'rang. Agar ular ha desa, buyruqni eshik orqasidan yoki ochiq deraza orqali ko'rsatishni talab qiling. Buyruqning haqiqiyligini tekshiring. Unda sizning manzilingiz, ism sharifingiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Sud yoki prokurorning muhri va imzosi bormi? Muddati o'tmaganmi? Buyruq bo'lmasa, uyga kirishingizga ruxsat berishga majbur emassiz. 5. Agar order bo'lmasa va favqulodda holat mavjud bo'lmasa, kirishga ruxsat bermang. Agar ularda order bo'lmasa va yuqorida aytilgan hayotga xavf, jinoyatning davom etishi kabi kechiktirib bo'lmas holatlar yuz bermagan bo'lsa, siz ularning kirishiga o'z roziligingizni bermasligingizni aniq ayting. Men sizning uyimga kirishingizga ruxsat bermayman, chunki sizda qonuniy asos, ya'ni order yo'q. Bu so'zlarni qat'iy va ishonchli ayting. Bu sizning konstitutsiyaviy huquqingiz. Otasi video yoki audio yozuvini boshlang. Imkon bo'lsa telefoningizni olib, ularning harakatlarini video yoki audio yozuvga oling. Bu kelajakda sizning huquqlaringiz buzilganini isbotlash uchun eng muhim dalil bo'ladi. Agar ular bunga qarshilik qilsalar, siz yozib olishga haqli ekanligingizni, chunki bu ularning xizmat faoliyatiga to'sqinlik qilmasligini ayting. Ovozni balandlatib, men sizning harakatlaringizni yozib olmoqdaman deb ayting. 7.
zudlik bilan advokatga qo'ng'iroq qiling va yaqinlaringizni xabardor qiling. Vaziyat jiddiylashsa, darhol advokatingizga qo'ng'iroq qiling. Agar advokatingiz bo'lmasa, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz yoki ishonchli kishilarga telefon qilib, vaziyat haqida xabar bering va ulardan yordam so'rang, kelishlarini iltimos qiling. Ularning ishtiroki ham bosimni kamaytirishga yordam beradi. Tekis astish agar majburiy kirishga urinishsa, eshikni buzishsa, astish jismoniy qarshilik ko'rsatmang. Bu sizning holatingizni yanada og'irlashtirishi mumkin. Chunki bu politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatish deb baholanishi mumkin. Ular eshikni buzib kirishsa, bu harakatni ham yozib oling. Astish har bir qonunbuzarlikni ovoz chiqarib ayting. Siz hozir mening uyim daxlsizligini buzdingiz. Bu noqonuniy. Men rozi emasman kabi so'zlarni ayting. Astish polislar, guvohlar talab qiling. Agar ular kirib tintuv o'tkazishni boshlasalar, darhol kamida 2 nafar polis chaqirilishini talab qiling. Agar ular polislarni chaqirmasalar, bu protsessual qoidabuzarlik hisoblanadi. Astish hech qanday hujjatga ko'r-ko'rona imzo chekmang. Agar ular sizga bevon bir bayonnoma yoki hujjatga imzo chekishni taklif qilsalar, uni diqqat bilan o'qing. Agar siz o bilan rozi bo'lmasangiz yoki u noto'g'ri ma'lumotlarni o'z ichiga olsa, imzo qo'yishdan bosh torting. Agar imzo qo'yishga majbur qilishsa, rozi emasman yoki izohlarim bor deb yozib, keyin imzo cheking. Sizga nusxasini berishlarini talab qiling. 9. Astish keyingi harakatlar. Agar huquqlaringiz buzilgan bo'lsa, barcha ma'lumotlarni yig'ing. Hodisa sodir bo'lgan sana va vaqt, politsiya xodimlarining ismi, familiyasi, lavozimi, bo'linmasi, avtomobil raqamlari, guvohnomalarning fotosuratlari, yozib olingan video va audio materiallar, uyga yetkazilgan har qanday zarar, eshik, mebel va fotosuratlari. Asl shikoyat yozing. Shikoyatni 3 ta asosiy organga yuboring. Prokuratura, eng avvalo mahalliy prokuraturaga, tuman qahar prokuraturasi yozma shikoyat bilan murojaat qiling. Unda voqeaning barcha tafsilotlarini, politsiya xodimlarining harakatlarini va qaysi qonun moddalari buzilganini aniq ko'rsating. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining uy-joy daxlsizligi haqidagi moddasi, Jinoyat protsessual kodeksining tintuv tartibi haqidagi moddalari, Asrash Ichki ishlar vazirligi Ichki xavfsizlik boshqarmasi. Bu bo'linma huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining harakatlari nazorat qiladi va ularning qonuniyligini tekshiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi. Bu platforma orqali ham murojaat qoldirishingiz mumkin. Bu yuguri instansiya bo'lib, sizning murojaatingiz nazoratga olinadi. Taqdim etiladigan hujjatlar, shikoyat arizangizga barcha yig'ilgan dalillarni, fotosuratlar, video kodi, yozuvlar, bayonnomalarning nusxalari ilova qiling. Shikoyatni 2 nusxada tayyorlang. Birini topshirib, ikkinchisiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib oling. Unutmang, sizning xotirjamligingiz, huquqiy savodxonligingiz va qat'iyatingiz sizni himoya qilishda asosiy omillardir. Bu ma'lumotlar sizni himoya qiluvchi qalqondir. Xulosa va yakuniy chaqiruv aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, politsiya eshikni buzib kirishga urinsa nima qilish kerak degan savolga javob berishda shunchaki bir qoida yoki 2 ta maslahat bilan cheklanib bo'lmaydi. Bu murakkab mavzu bo'lib, sizdan yuqori darajada hushyorlik, huquqiy bilim va qat'iyat talab etadi. Uyimiz, bu bizning qo'rg'onimiz, bizning daxlsiz makonimiz va har bir fuqaroning o'z uy-joy daxlsizligiga bo'lgan huquqi konstitutsiya tomonidan kafolatlangan. Bugun men sizga shu huquqingizni qanday himoya qilish kerakligi haqida eng dolzarb va amaliy ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Siz bu videodan bilib oldingizki, politsiya xodimlari sizning uyingizga shunchaki xohlagani uchun kira olmaydi. Buning uchun qat'iy qonuniy asoslar bo'lishi shart. Siz o'zingizni qanday himoya qilishni, ularning harakatlarini qanday baholashni va qanday qadamlar bilan o'z huquqlaringizni himoya qilishni o'rgandingiz. Bu ma'lumot sizning shaxsiy xavfsizligingiz va xotirjamligingiz uchun nihoyatda muhimdir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Endi siz nafaqat o'zingizni himoya qilishni, balki o'z huquqlaringizni qanday himoya qilishni ham bilasiz. Sizning har biringiz o'z huquqlarini biladigan va ularni himoya qila oladigan fuqaro bo'lishingizni istayman. Sizning bu mavzu bo'yicha fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun iltimos, ushbu video ostidagi izohlarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring. Siz bunday vaziyatlarga duch kelganmisiz? Qanday harakat qilganingiz haqida yozing. Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling.
toki biz kelajakda ham siz uchun shunday muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlay olishimiz uchun. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.